Mana svejiy qo'yi shaposi. Tuz ziralab, xudo xolisa bugun burger qilib beraman. O'zimizning ideyamiz bilan mana oxiri go'sht pishishga yaqin bunaqa prezentatsiyalarni sachokiga. Issiq non keldi. Okey, chiroyli narsa sizlarga ravo ko'raman har doim. Rostagasi mana shapo zo'r joylari. Bismillahirrohmanirrohim. Ruletli bemalol mazza qilib yesangiz bo'ladi. Xudo xolisa yeyotganingizda duo qilasiz, okey? Bilibdi nima qilishni deysiz. Aniq. Mana chisnosi o'zida pishgan, okey? Yog'da pishgan chisnosi mana shu. 3 ta dona chisnoni olamiz. Qarang. Bundan maydalasangiz, maydalab suriladi. Ko'rasizmi? Surilib nonni o'ziga, okey? Mana o'zida pishgan pomidor. Mazza qilib yeyishdi, ya'ni o'zbekcha burger degani shu bo'ladi, okey? Ozgina sachogi, o'zini sachogi. Ozgina sous mana. Ozgina, unaqa ko'p emas. Sochni bo'ladi, okey? O'zim ideyam. Do'ddami shu? Bilardimi? Shot deysiz. Muzdek qo'yib beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Kelinglar. Narxi 40 ming so'm.